Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. O'zbekiston Samarqand ahli. Bugun Loyish shaharchasidan bir 10 kilometrlar uzoqlikda joylashgan bir juda ham bir chiroyli chekka joyda joylashgan mol, xol, nima tovuq, baliqxona qilsa bo'ladi. Mana shu yerlar kirar ekan. Uchastka hovli sotiladi endi bir boshda boshlaydi dedim. Qayerdan boshlashni ham to'g'risi bilmadim. Mana shu tomondan kirib kelishda bu yerlar bambu teraklar, nimalar kirar ekan hammasi. Mana shunday kirib borar ekanmiz. Hop, 3,5 gektar yer bor deyapti. Shu yer mol xol qilsa, tovuq, nima baliqchilik qilsa ham bo'lar ekan. Shu yerlar kiradi. Bu yerda og'il ham bor. Kichkina bo'lsa ham. Juda ham chiroyli, xushmanzarali joylar. Bu yerda og'ili bor. Bu yerda esa mana shu uy. Xo'p, mana shu hovlimiz, uyimiz sotiladi. Dokumentalni hech qanday muammosi yo'q. 35 sotixga kadastr egal huquqlar bilan bor ekan. Tarzda ish bitar ekan. Necha xonaligini bilmadim, bu yerda oshxonasi bir 3-4 xona bo'lsa kerak. Bu yog'i o'sha yerlar qo'shimcha mana shu yoqdagi yerlar ham kirar ekan, mol xil qilsalaringiz bo'lar ekan. Bu yerlarga havuzga baliq bilan shug'ullansa, baliq bilan ham shug'ullansa bo'ladi. Qo'shimcha yerlarda bu tomonda endi oxirgacha u yoqlarga borib ko'rmadim. 3,5 gektar dedi, undan aylanib chiqish endi qiyin masala. Mana shu yerlar. Kimda kim qiziqsa, nomer qoldiramiz, o'sha nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Ibrohim akamiz bu yerda opshi $120,000 deb baho qo'yibdi. Endi bu yog'ini telefon qilib turib o'zlaringiz kelishib gaplashib olasizlar. Endi qancha o'tadi bilmadim. Telefon nomerini ayting endi Ibrohim aka. Telefon 99lik 073 073 0172 0172 nomeriga aloqa chiqasizlar. Hozir mana shunday ajoyib hovlimiz, juda ham bir mol-xol qilgani yaxshi joylar ekan. Kerakli tanishlarga jo'natib qo'yamiz videoni.